Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasininki maxsus suhbat programmasiga, ya'ni Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga hammalar xush kelibsizlar. Men riyosetchi Iftixor Abdurashid. Bugungi ziyorat qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Qozog'istondan kelgan, Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlarimizninki salomini ekelgan ikki aziz mehmonimiz bilan birga o'tiribmiz. Qahraman G'o'janberdi efendim, Dünya Uyg'ur qurultiyininki oliy maslahatchisi va Erkin Ahmetov efendim, Dünya Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi. İşkirinler, hoş gelipsizler. Hoş aldıdan Qahraman aka, sizden başlay. Ataydan Tokyo'daki yig'inga qadam tashrif qilganligingizdan to'liq suyundik, iftixorlandik. Sizlarni ko'rib, vatanimizga eng yaqin yashayotgan Uyg'urlar bo'lib suhbatinglar bilan vatanninki hidini, purg'ini olgandek bo'ldik. Tokyo'dagi xalqaro Uyg'ur munbiri parlament a'zolari uchrashishi yig'iniga kelgandiki ta'sirotlarni so'zlab o'tgan bo'lsangiz, rahmat. Assalomu alaykum, rahmat. Bu xalqaro Uyghur munbiri, bizni platforma deymiz. Qozog'iston Uyg'urlari, O'rta Osiyo Uyg'urlari intayin qiziqdi. Biz shu 2-3 oydan buyon yig'inlarni o'tkazganda xalqlarning fikrini oldik. Chunki butun hozir millatimizning umidi demokratik Amerika boshqa g'arbda turdi. Mana shunday vaqtda bizga urfda medeniyet tarafından hili yakın Xitayning qishidagi demokratik Yaponiyada, Tokyoda shunday cho'ng bir xalqaro sorunning minbaridan o'tishi, ya'ni kelib mana hozir biz Yaponiya parlamentining binosida Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik gruppasining tashkillashida, dunyo qurultiyining tashkillashida 25 davlatdan kelgan vakillar bilan o'tishi bu cho'ng tarixiy ahamiyatga ega vaqa deyman, siyosiy vaqa. Chunki bizning Qozog'istonlik Uyg'urlar bo'lsin, umuman Uyg'ur angliq Uyg'urlar ziyolilarning qiziqdigini, buni keyingi dunyoda bo'layotgan vaziyat, masalan, Isroillar Hamas vaqasidan keyin xalqaro ommaviy axborot vositalarida Uyg'ur masalasi aytganda kun tartibdan tushib ketgandek bo'lganda, endi bizning umid masalan qaytadan bu kun tartibga chiqib, xalqaro kun tartibga Uyg'ur masalasi cho'ng bir qadam ilgariladimi, bizning ishonchimiz intayin komil. Shu Qozog'iston Uyg'urlari nihoyatda qiziqdi. Albatta Qozog'istondagi mevcut siyosiy vaziyat ularni yani erkin g'arb dünyasına qaraganda o'zini boshqacha tutishga da'vat qildi. Xo'sh, Erkin Ahmetov efendim, Qozog'istondagi men yuqorida o'tgandek Uyg'ur qarindoshlarimizninki salomini olib keldingiz deb o'ylayman. Xo'sh, Qozog'istondagi Uyg'urlarimizningki jumladan O'rta Osiyodagi Uyg'urlarimizningki bu yergi vaziyati albatta siyosiy jihatdan sharoit cheklanmasi va vaziyatninki taqozosi sababli başka g'arb ellerindekidek, Avrupa, Amerika'dakidek şekilde bo'lmaydi. Elbette şu xil ahvol ostida turli ayamlarda olsun, bizning Uyg'urlarninki xotir kunlarimizda olsun, o'zinglarninki an'anaviy jumladan bütün Uyg'urlarning an'anaviy urf-odatlar bo'yicha mashrablarda, xotirlarda, xatmi qurollarda orqali bo'lsin, Uyg'urlarninki birlikning ittifoqligini saqlab kelyapsizlar. Sizlarga bu yerda ko'p rahmatimni bildiraman. Shunday ahvolda mushkil shaklda davomlashtirib uzildirmay kelayotganlar uchun. Xo'sh, Qozog'istondagi Uyg'urlarninki mushkil jihatdagi vaziyati haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Birinchidan Qozog'iston Uyg'urlariga ko'p salom. Endi bugungi kunda biz Qozog'iston Uyg'urlari ko'pchilik bo'lib qurultayning ish faoliyatlarini qo'llaymiz, ma'naviy va ma'naviy jihatdan. Shundaqla biz
Endi bo'libmi g'arb davlatlarga o'xshash har qanday ish faoliyat o'tkazmasakmi, biz Qozog'iston qonuniga bo'ysunib shu har qanday faoliyat o'tkazishga tirishamiz endi. Bo'libmi shu o'tgan 21-yili Londondagi o'tgan sud kollegiyasiga biz Qozog'iston Uyg'urlari moddiy yordam chiqargan bo'ldik. Yana bo'lsa bizning Qozog'istonda 30 dan ortiq dunyo Uyg'ur qurultoyi vakillari bor, aktiv har qanday qurultoyning ish faoliyatlariga qatnashyapti. Xo'sh, Qahramon aka, siz bir siyosiy mutaxassis va siyosiy obzorchi bo'lish sifatingiz bilan Xalqaro Uyg'ur munbiri bugun rasmiy boshlangan bo'ldi. Atgandan beri nurg'ulg'an har qaysi davlatlardan kelgan parlament a'zolari va hukumat xodimlari va turli xalqaro kishilik huquq tadqiqotchilari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini cho'rdigan asosda turli yig'inlarni, grup yig'inlarini, yandash yig'inlarini o'tkazgan bo'ldi. Siz bularning hammasiga qatnashdingiz. Bu yig'inda qatnashish jarayonida siz qanday ta'sirotga keldingiz? Mushaq bir to'xtab o'tgan bo'lsangiz. Men nihoyatda ta'sirot kuchli. Birinchi ba'zi xalqaro shunday Uyg'urlar masalan cho'ng forumda qatnashgandim. Bugungi ta'sirot eng birinchi shuni men alohida demoqchiman, siyosiy saviyasi bek ustun bo'ldi. Yaponiyaning shunday oliy darajali parlament komitet a'zolari, Amerikaning Yaponiyadagi elchisi va Amerika davlat majlisining Xitoy ishlar komitetining raisi Mark Green, yana bir kongressmenning hanım Uyg'ur masalasini cho'nqur, keng taraflama va bugungi mesela Amerikada ikki Uyg'ur munosabatida ikki qonun chiqdi. Yani shu qonunning chiqishi, yani amaliy tadbir elishini. Mana eng ta'sir qilgan bu Yaponiyadagi ikki biz endi parlament a'zosi xonimlar Yaponiya hükümetinin şunca kısmı yani tanqidiy biz amaliy ishlarni, tadbirlarni kuchaytiramiz, ilgarilatamiz. Shuna irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'ur masalasini keng darajada xalqaro ilgari suramiz dedi. Men bek ta'sirlandim. Bundan umid paydo bo'ldi kuchli. Yaponiya bu Xitoyga nisbatan o'tgan asrning 30-40 yillari urush bo'lgan, hech qachon bu Uyg'ur masalasida bular Rossiyaga kelmaydi, davomli qo'llaydi. Amerika shuning bilan, ya'ni Amerika bilan hozirlar Uyg'ur o'tirazan yaxshi tadqiq qilgan Uyg'urshunos professor Sean Robertsning dokladida masalani cho'nqurlatish, kengaytirish Amerika muşu ig'ir vaziyatmi, xalqaro vaziyatmi Uyg'ur masalasini kun tartibda shu Tayvan, Hong Kong masalalarini bir qator tutishi bu intayin muhim strategik ahamiyatga ega. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Yig'in aytgandan tortib hozir davomlashayotgan yig'inni nihoyatda qisqa ve nait fasadlarda ixchilonlar yo'rtib bergan bo'ldingiz. Yani bir günümüz battı. Muşu parlament binası 10 saatdan biz faaliyet kılıyoruz hayatıma. Şuna Muşu xalqaro Uyg'ur munbiri davr bo'lmiş bir tarixiy ahamiyatga ega vaqa bo'ldi. Uyg'ur masalasini biz Uyg'ur masalasida qaytadan shu ig'ir vaziyatda turtkilik qilib xalqaro sahnada qaytadan o'zining o'rniga chiqishga va teg'imli ko'rsatishga bir cho'ng turtkilik ish bo'ldi. Buning ishonchim komil. İnşallah Xudoyim buyursa sizning ilginizdek bo'lg'ay. Hem bugunmi Yaponiya parlamentida bo'libmi Sharq Turkistondagi milliy marsh bilan boshlangan vaqtda jumladan men dahil bütün Uyg'urlarning qalbi larziki xuddi vatanimiz qurilib
Vatanimizning parlament binasida tunji istiqlol marshimizni anglayotganda kesatgan men shu chaq diqqat qildim butun Uyg'urlarningki ko'ziga yosh kelib ketdi haqiqatan. Bu shundoq qadimki bir davlatning hokimiyat kuchi bildi, huquq chiqarish, qonun chiqarish cho'ng demokratik organda Uyg'urlarning milliy marshi yoki gimni icra qilindi. Bu Uyg'ur masalasini yüz idrok qildi. Bu siyosiy intayin cho'ng signal berildi Xitoyga. Xitoyga haqiqatan zarb berildi desak bo'ldi. Xo'sh, Erkin efendim, Qozog'iston O'rta Osiyo Uyg'urlari ichida jumladan Qozog'iston shu Uyg'ur ma'rifiga ahamiyat berishda avangard bir yer bo'lib hisoblanadi. Mayli Uyg'ur ana til maktablari bo'lsin, Uyg'ur gimnaziyalar bo'lsin, har jihatdan Uyg'ur ma'rifini va madaniyatini qo'llashda har vaqt shu muhojiratdagi Uyg'urlarimizningki oldida bo'lib kelgan. Bu jihatda Qozog'istondagi shu milliy ma'rif va madaniyatlarni qo'llash va taraqqiy qildirish jihatdagi faoliyatlar haqida to'xtab o'tgan bo'lsangiz. Oldu. Bizim Kazakistan'da bugün köyünde 60'tan artık Uygur mektepleri var. Hoş mektepleri, Uygur mektepleri bu hemsinin 60'tan artık var. Şimdi o yerde bizim anlatıldığımızda bir dersler yani bu bizim enstitüde malum tayarlaş kurs var. Şundaqla bizde 120 artıq ilim fen kandidatlarımız var, 50'den artıq doktorlar var, qanday ilimlerin boyunca. Yani bu bizden vatandan sırt Uygur tiyatrımız var, o yerden 300 artıq artist işledi. Artistlerin tayarlanan enstitütlerde bölümümüz var. Bolup mu bizim Kazakistan'da Uygur Medeniyet Merkezimiz var, qandaq təşkilatlar, her cihetten təşkilat var. Bolup mu bizim Kazakistan'da Uygur Medeniyet Merkezi var, onun yerinde işleyotgan her qandaq təşkilatlar var, yani bu hanım kızlar təşkilatları, jigit başlar sistemisi var, o yerde mi 2000'dek azası var, jigit başlar. Yani bu arkadaş çok küçük meşreplerimiz var. Yani bir çok teşkilatı yaşlı Kazakistan Uygur Yaşlar Birliği de teşkilatımız var. Bu yerde bizden şu kurultayga katlaşkan kurultayga vekil azab olan aktivistlerimiz şu teşkilattan çıkan bağlarımız var. Xo'sh, Qahramonka ziyoratimningki oxirida sizdan so'raydiganim atgan yoki bu ziyoratni qilish jarayonida bir jiddiylik paydo bo'ldi desam xatolashgan bo'lmayman, chunki bizningki ustozlarimizdan tavalluk bir insonlarimizdan bo'lib sonilsiz unda bo'lganki tabiiy holda bizdek yosh maysalar bir jiddiylik bo'ldi ekan. Oxirsida tomoshabinlarimizga, ko'rmanlarimizga deydigan yurak so'zingiz bormi? Avvalo albatta men O'rta Osiyodagi o'zimning qarindoshlar Uyg'urlar demoqchiman. Men O'zbekiston, Sharq Turkiston Muşu hazır 101 vatkan şundaq çoğun vakalar şunu gösterdi ki biz qat'iy umiddan yaşaymiz ki bugün günde mana hazır Uygur meselesi o xalqaro meseleye aylandı. Bütün xalqaro tashkilotlar şu cümleden Birleşken Devletler Teşkilatı'nın pat kun tartibi bu vakitte. Ümit. Endi bu xalqarada faaliyet elib berish uchun bizning siyoset oldiga ko'ra ixtiroga ega nurg'un esa boshliq dunyo Uyg'ur qurultiyi mushu faoliyatni qanchalik moddiy tashkiliy ishlarni qildi, ilmiy ishlarni qildi. Shuna men iltimos qilgan bo'lardim O'rta Osiyo bizning xalqimizga yerdeki vaziyatga nisbatan biz Avrupa'da, Amerika'da çok namayişlarını nimalarni qilamiz ama Dünya Uygur Qurultayini bugungi kunda
bütün dünyadaki Uygur teşkilatlarının yolbaşçısını doğru siyaset etip bakan halklarda itiraf kılınan teşkilatta maddi yerden bir şey geçmemiz gerek. Bunun absüz ticaretçilere pul tapanlığa inten ki manevi yardımdı. Mesela ben ziyalara şunu demekçiyim ki bugün günde ziyalarının, icadi ziyalarının, şair bulandı, yazıcı bulanmış, temisi, icadiyet temisi, asasen vatan buluş gerek. Vatan davası. Şunu iltimas kılmam, şunu ümit kılmam. Hoş, hürmetli görürmenler, bugünkü programımız Mişet'e ayaklaştı. Az mehmanlarımızın ziyaretimizni kabul kılıp, özlerininki kıymetli fikirlerini ve köngül sözlerini bayan ötkün için bu yerden minnettarlığını bildirmen. Hürmetli görürmenler, keng qitimlik sanımızgacha ko'rish aman bo'lgaysizlar. Biz bu xalqaro Uyg'ur munbiri parlament a'zolari uchrashish jarayonida mushundaq mo'l mazmunliq, qisqa va qisqa shakldagi suhbatlarni uyushtirib sizlarga taqdim qilishga, diqqatingizga sunishga tirishimiz. Yaponiyaning poytaxti Tokiodan hammanglar o'tib salam. Men riyosatchi Xarob Dirshid. Allohga omonat bo'linglar. Rahmat.